chaqiraman dedim. Hurmatli yurtdoshlar, hozir mana bu kresloni egasi bugun endi больничныйsi tugadi deyapsizmi? Bu kresloda 3 ta rahbar aziyat chekkan. Hozir 3-chi rahbar ham aziyat chekish arafasida turibdi. Mavzu Furqat tumani yo'llardan foydalanish davlat muassasasiga keldim. Bu yerda nechta ayol kishi? Ishchilar 8 ta. Ishchilar 8 ta. Apparat hamda texnik xodimlar 3 ta. 11 ta ayol. Ha, qo'llaringda qancha odam ishlaydi? Bugungi kunda 65 ta. 65 ta. 65 tadan hozir necha kishi sizlardan norozi bo'lib tinmayapti? 14 kishi atrofida ayollar. Ayollar. Ko'pchilik ayollar boshchiligida bir ikkita yigitlar bor, lekin qolganlar bilmaydi nimaga qo'l qo'yganini, qo'l qo'ydirganlarga. Qo'yasan deb yosh yigitchalar bor, endi kasb-hunar kollejdan bitirib kelgan bolalarga oyligimizni bermas ekan vaqtida o'shanga degan, unisiga boshqacha gapirgan, hammasiga xullas qo'l qo'yasan deb qo'ydirgan. Qarang, Furqat tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasini birinchi, ikkinchi rahbarlari nima asosdan ishdan ketdi? Ular ham asosan shu yozdida. Oxiri bezor bo'lib ishdan ketdimi? Hozir bu 3-chi yangi rahbar. 3-chi rahbar. Bu ham уже ishlagisi yo'q. Ishlagisi yo'q. Shunaqa janjal, shu ustidan yozish, shunaqa nimalarga oxiri u ham nima qilib to'xtamayapti. To'xtashga yo'q. Xo'p, mana shu haligi videoni bering. Mana shu chiqishlardan keyin sizlarga davlat o'sha hokimlik tomonidan nima anaqalar bo'lyapti? Bosimlar. Yo, ularga anaqa qilyapsizlarmi? O'sha kerakli javoblarni, kerakli so'ragan ma'lumotlarni, nimalarini hammasi to'g'ri chiqyaptimi? Hammasi to'g'ri chiqib, joyida kelib o'rganishdi, o'lchab ko'rishdi, yozgan nimalar bor, kamchiliklar, nimalar topilmadi. Voqelikmi asabimiz tugadi, biz ayting hammasini. Tugadi. Hozir boshlig'im meni nafsaniyatiga bu gapirayotgan ayol o'sha birinchi, ikkinchi rahbarlarga ham sig'dirmagan va hozirda 3-chi rahbarga ham sig'dirmayotgan. Xo'p, bu ayol necha yildan beri chiqish qilyapti? Maqsadi nima? 2014-yilda o'sha birinchi maqsadi endi bularni hech kim tushunmayapti-da. Ishlar degan odam baribir yomon ko'rinyapti-da. Rahbar ishlar qiladi. Ishlar deyish u rahbarning vazifasi. To'g'ri. Vazifasi rahbar boshlab hammasi o'z yo'lida, hammasi ishlasin deb yo'liga bo'lib qo'ydi. Hammasi 2 kilometrdan yo'l bo'lingan, ba'zi 2,5 kilometr nimasiga qarab turib, toifasiga qarab turib. Endi ular aytayaptiki, biz ayol kishimiz borib kelishimiz, nima qilamiz, o'zimiz yolg'iz yurmaylikda, hammamiz jup ishlaylik degan nimasiga. Uni qonun qoida nimalar bo'yicha hammasi o'zini yo'lida, o'zini ishini olib borish kerak-da. Bu obodonlashtirish emasda, yo'q, bu yo'l obodonlashtirishda juft ishlaydi. Hamma baham jihatda. Yo'lda men ham Qo'qonda ko'raman, o'zini yo'liga qaraydi. Mana ertalab Toshkentga yo'lga chiqqanimda ayol kishi o'sha biz tomonda где-то 2 kilometr, hali aytganingizdek 1 kilometr, 2 kilometr yo'lda onda sonda ko'raman-da. Nimaga ular yo'l ekanda deyman, nazoratchisi o'zida tozalaydi, o'sha tuxumlarini oladi, boshqa qiladi. Yo'lga tushgan har xil predmetlarni tozalaydi, shursidir qiladi, yo'lda bukchaygan qanday yo'l elementlarini to'g'rilaydi. Ha. Perivalda ko'p ko'raman. Da. Yo'ldan tomondan anaqa narsalar tashlab ketiladi, nimalardan. Ularni tozalashga, nimalarni tozalab turishi bevosita birinchi vazifasiga kiradi. Hozir bular o'zini o'sha vajini qondirish uchun, misol uchun qonunda belgilangan ish bo'yicha emas, o'zini istak xohishi bo'yicha ishlashni xohlayapti-da. Asli chora ko'rmadinglarmi shularga? Chora ko'rib, nima chora ko'rdingiz? Chora ko'rib bularga bevosita bo'lim nimalariga, rahbarlariga topshiriq bergan, o'sha joy-joyiga qo'yib ishni bo'lib berib, tashkil qilib, vaqtida ishni qabul qilib olish. Xo'p. Shularni endi bajarmagandan keyin o'z-o'zidan bularga bir hikmatda boshida hayfsan, hozir jonimdan to'yib ketdim deyapti. Mashinani tagiga o'zimni tashlayman deyapti. Bu so'z bizni mana Qo'qonda ham uzr gaplayim bo'ldim. Shunaqa hodisalarga hokimiyatga borganimda shu boqmandalar tomonidan chiqqan nimada bu? Haliga yodlangan so'zda o'zim o'qilaman, prezident rassasiga borib o'zimni tashlayman deb
Bularda ham xuddi shunaqa. Yo sizlar bularda nima desa, nima vajini ko'rsatsa, jog'i o'chsin, jim bo'lsin deb anaqa qilganmisizlar, yordam ko'plab. Oldingi rahbarlar shunaqa qilsa, uylariga alohida bularga un yog' berishardi ko'chadan. Men guvohi bo'lganman shuni. Hozir ham shu davom qiynalgan etyapti. paytda ba'zi bir bittasi shunaqa qiynalgan nimasi bo'lgan hali nima yillar bo'ldi-ku, o'tish yillari. o'tish yillari, ha. Eskidan ishlayapti, bir 10 yilcha bo'ldi bular. Hozir nima e'tibor bo'lmayapti bu ayolga? E'tiborlar hamma safar bo'lyapti bularga. Oyliklari vaqtida maxsus kiyim bosh nimalar bilan Bosim ta'minlanyapti. bormi? Bu ayol aytgani bo'yicha bosim qandaydir tomondan bosim ma'naviy. bo'lgani yo'q, faqat yo'lingga chiqib Ishlar. Shu qonuniy ish talab qilingan, xolos rahbar tomonidan, bo'lim boshliqlari tomonidan. Bunga prokuratura, ichki ishlar, tuman yoki viloyat yoki hokimlik, viloyat yo tuman reaksiya berdimi? Chunki bu ayol juda ham anaqa chiqyapti-da, portlab chiqyapti. Уже всё, u jonidan to'ygan bo'lib chiqyapti. Lekin qosh ko'zlari bo'yalgan, juda chiroyli o'zlariga qaraganlar. Endi jondan to'ygan odam bunaqa bo'lmaydi-da, bilmadimi? Tomondan hokimiyat ularga anaqangi nima o'tkazgan. Lekin hokimiyatni eshigiga borib yig'laydi, siqtiydi, o'zinikini o'tkazdiradi. Chunki endi hozir u davram o'tib ketdi-da, o'zinikini o'tkazdirish payti ham o'tib ketdi. Hozir ma'muriy javobgarlik degan narsa bor. Shu bo'yicha ham bir masala ko'tarildimi? Yo'q, bularga nisbatan biz tomondan hech qanday Aslarda axloqiy nima yo'qmi ishlar? Mana bu ishxonalarda tomonidan nima qilinadi? O'shalarga qo'shib unga ham o'sha sharoit kerak. Uyda moli bor, molni boqish kerak ishda. Profsoyuzi? Hamma yo'q borda bu. Noto'g'ri nimalarni, fikrlarni o'sha yigit beryapti ko'proq. Profsoyuzni maqsadi nima? Bularni qo'llab-quvvatlashdan. Unga ham o'sha o'zi xohlagan yerda, uyiga yaqin yo'ldan. Ishxona tinch bo'lishi kerak-ku. Ishxona. Unga o'zini xohlagan yo'lidan joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Boshqa yo'lga olmasligimiz kerak ekan. Imkon qadar uyni yonida yurish kerak ekan. Uyga kirib chiqib turish uchun. Hozir u o'zini uyidan necha kilometr tashqarida? Uyidan boshlaydi. O'sha O'zbekiston tuman bilan Furqat tumani chegarasidan boshlaydi. Do'stlik chegarasigacha yetib keladi. Chunki bizning yo'limiz shu. Boshqa yo'limiz yo'q. Uyiga yaqinmi? Uyiga yaqin. Hop. Endi o'z-o'zidan bu tomonga o'tadi ozgina. Unga shu vaqtni bermas ekanmiz, sentrgacha berib, bu tomondan ham ko'chani bersak, shu uyiga katta yangilikda shunga naqd qilish kerak ekan. O'zini mahallasida. Bu bitta vajmi yo bu yillar davomida ko'tarilib kelayotgan vajmi? Yangi vaja bu. Oldingi vajlari nima edi? Oldingi vajlar. Rahbarda ham o'zini texnikasini banetga qo'yib qo'ydi. Yo'lda qilmasdan pulini yeyapti. Yo'q. Texnikalar turibdi hammasi. Balansimizda hamma texnika joy-joyida. Unga hech qaysi rahbar bahram qilmagan, tegmagan. Yo'q, qanaqa tegadi? Oldingi rahbarlar davlatniki. Mana shu yo'q narsalar edi. Mana yo'lni qilgan, manimcha pul tushibdi, uni pulini nima qildi? Haligi nima deydi? Siz bilan biz maytda o'qigan odamlar unaqa narsa hammasi joy-joyida, hisob-kitob, tekshiruvlar bo'ladi har doim. Uni bilamiz, rasamanisi to'g'ri chiqishini. Endi kimdir ko'chada turib aql o'rgatsa, ular tushunmasdan. Hozir bular shu murojaat bilan Eltuzga ham chiqqan. Eltuzga hozir Eltuzni sizga topib turdim. Eltuz og'a, men hozir o'sha Farg'ona viloyati Furqat tumanini o'sha yo'llardan foydalanish davlat muassasasiga keldim. Bu yerdagi sharoitlar bilan tanishyapman, ko'ryapman. Bu yerda umuman sizga yozilgan o'sha ariza bo'yicha ishlar yo'q. Umuman bo'rttirib ko'rsatilgan va ko'pi tuhmatdan iboratligini hozir isbotini ko'ryapman. Shuning uchun bu masalaga o'zingiz ham bir yondoshishingizni talab qilardim, iltimos qilardim. Umuman noto'g'ri faktlar berilyapti. Mana siz aytyapsizki, men bu rahbar yuzlashtirganmi? O'sha haligi yo'ldagi u menga u deyapti, bunisi bu deyapti deganda telefon orqali gaplashtirgan dedingiz-ku? Shu rahbar uyushtirganmi? Viloyatdagi boshqarma boshlig'imizga telefon qilishgan ular. Bizga bosim o'tkazdiryapti rahbarimizga.
rahbaring qanaqa bosim o'tkazdiradi desa, ha bizni yo'lingda ishlaysan, senlarga endi chora ko'raman. Bu Izzatullayev Abdulboqi-da, u gapiryapti. Farg'ona viloyati avtomobil yo'llari boshqarmasining rahbari. Abdulboqi aka aytishgan, unda qo'ymay turib telefonda mana. Ha, Abdulboqi primoy gaplashyapti. O'sha joyda bu ayollarning vaji o'zini isbotini topmayapti. Boshqa qolgan rahbar men hozir shunaqa ish qilish zarurmikan, hurmatli ayollar sizlarga? Uyat-ku. Nima qilasizlar birovlarga ham azob berib, nima qilib? Bu ishxona ishlash kerak. Qancha qilinadigan ishlar bor hali. Mana hozir keldim, ancha yo'llaring obod, toza, bir musor ko'rmayapman, boshqa ko'rmayapman. Kamchiliklar bor, kamchiliklar asta-sekin ular hammasi iziga tushadi. 9 yil mana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri hali ham muammolar to'xtagan yo'q. Bu muammolar doimiy ketadi. U ideal hayotda o'zi yo'q. Ideal hayotda o'zi yo'q. Nogironingiz bormi? Nogironingizdan foydalanmang. Nogironi necha yosh? 36 yuradimi? Yuradimi? O'g'li yoshmi? O'qitganmi? Nima qilganmi? Maktabni bitirganmi? O'g'lingiz nogiron bo'lsa, tili zaboni bo'lsa o'qiting, bir kasb egasi qildiring. U bola ham sal dunyoni ko'rish kerak, o'rganish kerak. Nogironim bor deyish bilan ish bitmaydi-ku. Men shu so'zni umuman yomon ko'raman. Nogironi bor oilalarda aksariyati shu nogironni qurol qilib olishadi. U bo'lmaydi u. Uyat. Nogironni o'z holiga qo'ying. Kuchingiz bor ekan, quvvatingiz bor ekan, o'zingiz uchun ishlang. Nogironni davlatga qo'yib bering. Nogiron davlat o'zi qaraydi, ijtimoiy ko'mak milliy agentligi. Juda nogironingiz sizni qiynayotgan bo'lsa, davlatga topshirib yuboring. Bularning oilalariga qanday biz bosim o'tkazishimiz? Yo'q, siz bosim o'tkazdirayotganingiz yo'q. O'zi notinchda. O'zi xotirjam bo'la olmayapti, to'g'rimi? To'g'ri. O'zini vaji qondirilmayapti. Siz aytyapsiz, uyga yaqin joyda deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, uyda yaqin bo'lsa yana nima xohlayapti? Demak, tagida bitta narsa, manfaat yotibdi. Bir necha yil manfaatini qondirib kelgansizlar, hozir endi o'sha manfaati qondirilmayotgandir. Hammamizda tashvishimiz bor. Agar hozir shu ayol Farg'ona viloyati hokimining qabuliga kirganida sizlar bergan yordamlar hammasi xat hujjat qilinganmi? Yo shunchaki pinsabillo qilib berganmisizlar? Hokimiyat berganmi yordam? Xo'p, bergan bo'lsa, Xayrullo Haydbayev shunday nimasiga mana shu qog'ozni bersa, bilasizmi, Xayrullo Haydbayev nima deydi? Davay, ma'muriy javobgarlikka tort deydi. Men bu voqeani Quvada ko'rganman. Bitta kampir uyalmasdan, nogironim bor, 2 o'g'lim bor, 25 sotix yeri bor ekan, 2 o'g'li ham bor ekan. Nogironimga uy qilib ber deyapti. 13 marta yordam olgan qariya ayol ekan. Nogironning orqasida. O'shanda keyin viloyat hokimiyatiga davay dedi, ichki ishlar ishini ko'r dedi. Sraz operatsiyon o'sha joyda ma'muriy javobgarlik masalasi ko'tarildi. Endi sizlar yuz xotir qilaversanglar, sizlar ishlamasliklaring kerak, sizlar ishdan ketishling kerak bitta. Hech kim ishlamaslik kerak bu organizatsiyada. Tashkilot. Masalan, chiqish kerak-da endi, chiqish kerak. Axloqlaring bor ekan, ras profsoyuz ham shunaqa shular tomonidan bo'lsa, profsoyuzga ham chora ko'rish kerak. Nima, profsoyuz boshqalarni himoya qilmaydimi? Boshqalar dardini eshitmaydimi? Chora ko'rdik, profsoyuzga chora ko'rdik. Uni akasi Abdullayev Hayot. Kim ekan? Viloyat ichki ishlarda ishlaydigan. O'sha kishimi? O'sha kishi Bo'ldi. bo'ldi. Demak, hurmatli Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Haydbayevich Furqat tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasini ayrim ayol xodimlari bir necha yildan beri tinchigani yo'q. Trassaga chiqamiz deyapti, o'zimizni avtomobil tagiga tashlaymiz deyapti, nogironi bo'la turib. Endi u qanaqa qilib ona deyishim mumkin, nogiron farzand bo'lib turib, o'zimni o'limga pichayotgan bo'lsa, lekin hayotlari Xudoga shukr yaxshi yordamlar olib turishibdi har qalay. Lekin shu istardimki, Furqat tumanini ichki ishlari, Furqat tumani prokuraturasi, hokimligi bu voqeaga va avvalo Farg'ona viloyati avtomobil yo'llari boshqarmasi rahbari Izzatullayev Abdulboqi ham bu narsaga chek qo'yishda o'zlari bosh-qosh bo'lish kerak, adolatni tiklashlari uchun. Bu yerdagi 3-rahbar ham ishdan ketishi
Yana boshqa rahbar kelsa, yana shu boshqa rahbarni ham boshiga shu ma'lumotlar keladi. Tinchlik bo'lmaydi. Buni vaqtida maddalatib bo'lgansizlar avvalo, to'g'rimi? Maddalatib bo'lishgan, o'z holiga qo'yib bo'lishgan. Vaqtida chek qo'ymasanglar, bu narsa davom etaveradi. Bular ishlash kerakmi yoki o'sha shantajchi ayollarni ketidan yurib xat hujjat qilib topshirib asabga tegish kerakmi? Aytinglar. Yo ish bo'lsin, yo g'iybatdan, tuhmatdan iborat bo'lgan shu vajlarni yop bilan mashg'ul bo'lsin. Unda nima keragi bor bu tashkilotda? Agar har yili yordam olayotgan, har safar o'zini vajini qondirayotgan, bu nogironidan foydalanayotgan bu insonlarga bir javobgarlik masalasi ko'rilmasa bo'lmaydi. Hurmatli Xayrullo Hayitboyevich, sizdan iltimos qilaman, ushbu muammoga, ushbu masalaga aynan o'ziz boshchiligingizda ko'rib chiqishingizni talab qilaman. Iloji bo'lsa mana Furqat tumaniga xalq bilan muloqotga kelganingizda albatta mana shu murojaatchi ayol, o'sha nogironi bor ayol hamda mana shu Furqat tuman yo'llaridan foydalanish davlat muassasasini buxgalteri bormi, odel kadri bormi, rahbari bormi? Mana shu xodimlari bilan, o'sha rahbarlari bilan yuzma-yuz suhbat o'tkazdirib, bir adolat tarozisini o'zingiz qo'ymasangiz bo'lmaydi. Boshqa ham nima derdim? Insof so'rayman. Insof bersin. Hop, ikkinchi masalamiz bor. Bu yo'l patrul xizmatida Farg'ona viloyati, uni hozir ertaga nima qilib aytaman. Hurmatli yurtdoshlar, hozir men o'sha yo'llarni tozalab, obod qilayotgan mehnatkashlar bilan ham gaplashishga niyat qildim. Hozir olib ketishyapti. O'tdagi ishchilarimizni ham fikri bilan o'rtoqlashaman, Xudo xolasa. Yo'q, men o'zim olyapman. Mana hozir siz aytyapsiz, men o'zim olyapman, sizlar olmayapman. Shu yozlar, o'sha birinchi rahbar ham yozda orqasidan ketdi, ikkinchi rahbar ham, lekin sizlar hozir aytishlaring bo'yicha birinchi rahbar ham yaxshi bo'lgan, ikkinchi rahbar ham yaxshi bo'lgan. Hozir uchinchi rahbarchi. Yaxshi. Nimaga yozlar to'xtamayapti? Mana ayol tushunadi-yu baribir. Ayolning hissiyotini ayol tushunadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bilmasak ularni fe'lini. Misol ular bilan biz faqat bir to'y ya bir yig'ilishda billa bo'lsa go'yallarni bo'lmaydi. Bizda 35 kilometr narida ular. Faqat har holda telefonda muloqot qilamiz. Shu. Boshqa nima? Mana ayting. Demak, shu 12 yil ish davomida uchta rahbarni yomonligini bilmagansizlar, ko'rmagansizlar, lekin yaxshiligini bilasizlar. Da, tushunarli. Biz shuni aytsak, menga dedi, unaqa demaydi dedi, qo'l qo'ymaganman deb yozib beraveringlar dedi Nazakatxonga. Nimaga qo'l qo'yishlaring kerak edi shu shantajchi ayollar bo'yicha? Meni qo'shnimnikida ta'ziya edi. Ha. Ish paytidan keyin biz kirdik uyga, kirdim, uyimga yetib kirishim bilan telefon bo'ldi. Aliyo, mana bu kiyim meni yonimga ulingiz menga chach bo'ya qilib bersin. Ertaga endi aynalgan ketamiz ekan degan paytda. Sada, конечно. Ular meni uyimga orasi 3 ta uy bor sherigim bilan. Men bu meni yonimga chiqdi, chorva qarqali. Shuni deb turadi. Uni oldim, u sheriklar telefon qildi. Qildim, men aytdimki, qo'shnimnikida ta'ziya falonchini xotini bo'lmadi dedim. Dedim, ha dedi. Endi misol siz ham xotirada, meni xotirada, erim ham turibdi shu ta'ziyani bo'layotgan joyda. Ular kelyapti, alamja erkaklar u ta'ziya bo'layotgan joyda turibdi, bizga mana shunaqa qo'l qo'yasizlar dedi. Qo'l qo'yishdi, sababini aytishdimi? Yo'q, men xatni bitta joyini o'qidim, Eltuzimdan kelgan xatga ham javob bo'lmadi degan joyini eshitdim. Boshqa joyini o'qimadimmi? Hali erim so'kmasin meni degan ma'noda shuncha qo'l qo'ydi. Soddachiligimiz bor-da. Endi haligi endi qo'shningiznikida menda bo'lib tursa, odam xijolat bo'lasizmi? Ha, albatta. Keyin bu yoq qo'yib mana bu qo'yib bu yerda buni baribir nima qilsak siz ham nimasizda dedim. Men bu ham achchiq bu ham qo'l qo'ydi. Men kelmanglar deganman telefon qilganda. Qo'shnimiznikida bezorsiz, to'g'ri. Kelmanglar deb men shu gapni gapirganman dedim. Siz xotirjam ishlab yashayotgan bo'lsangiz, birovni g'ami sizga ortiqcha-da. Mana hozir ikkovimiz aytyapmiz. Hozir chayib o'tirgan joyimizda siz o'zi vobshe men hozir g'alati bo'ldim, bu ham aytyapti. Oxiri biz ham bir narsa bo'lamizchilik husnida qo'ydik. Mana biz shu Zarkentda sanatoriyada dam olgani ketdik. Menga yozgan SMS-ida mayli SMS qolsin, meni xo'jayinimga telefon qilgan. Nima debdilar?
xo'jayinimga aytdi, xotiningizni eplavang deb. Nima uchun? Endi shu buni gapni men bularga nima qilganmiz? Yoshingiz nechaga kirdi? 52 ga. 52 da eringiz sizni eplab olish kerak ekan. Nevaralik. Meslari ham turibdi, o'chirmadim telefonni. Yo, o'chirmang. Nevaraliksiz. Olti, Biror yetti joyga murojaat qilmadingizmi shu masala bo'yicha? Mana erim aytdi, bo'pti debdi xotinim, kelsin debdi. Kelgandan keyin men telefonini agar o'sha naqa qilgan bo'lsa, shunday sizga telefonni olib beraman debdi. Bir marta ishlatgan telefonni ikkinchi marta ishlatmaydi telefonni. Yo'q, nimaga bo'lganini ayting o'zi. Bizni chaqiruvdingiz o'shaning uchun. To'g'rimi? Endi meni vijdonim ro'zada qabul qiladi. Endi ro'za paytida tuhmat ham yomon-da, g'iybat ham yomon. Umuman yomon ishlar yomon ro'za paytida. Shuni deb yerimgadir aytib, yerim 1 soat ko'p gaplashdim dedi. Mana menga aytadi, iymon ona yeri. Tushunarli. Demak, siz bu bo'lib o'tgan ishlardan norozisiz. Norozimiz. Hali yemagan somsaga hozir pul to'lashga majbur bo'lyapsiz. Hozir Musaffarjon meni sudga bersa, qo'l qo'ygandan qasdan menga nima ish taraf chiqargidek bo'lsa, men qayerdan to'layman? To'g'ri. Meni ham uylaydigan ulim bor yana. Chunki tuhmatga anaqa qo'l aytsin, bu ham uliga uyab beraman deb turibdi. Bundan keyin hushyor bo'linglar, jon opalarim. Rahmat. Tashchi ayollarimiz bemalol xo'jami? Endi shu yomg'ir shamollarda pona-pasqaga kiradi. Biz erkaklar ishlayotgan nasozlarga kiramiz, ya baliq hovuzlarga kiramiz. Juda bo'lsa, ishga majbur kirasiz, chiqasiz. Ular bemalol magazinlarda, oshxonalarda o'tiradi. Yo'lni biladigan juda pishiq ishchilarimiz ekan. Insof bermasa qiyin ekan. Muzaffarjon tomonidan rasman, sizlar tomonidan. Muzaffarjon rahbaringizmi? Rahbarimiz o'zini ishlashini xohlayapsiz. O'zini ishlashini xohlayman. Men yaxshi ko'raman. Meni yaxshi. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Ta'ziya ham o'tkazmagan, ya bo'lmasa bir ortiqcha yomon ish ham qilmaganmiz. Bizga ta'ziya ham o'tkazmaganda. Ha. Yaxshi-da, misol. Yomonlik joyini Men mana qizim operatsiya bo'ldi, 5 kun Farg'onada turdim. Bir kunim boshliqdan so'radim, 2 kunimga besadajeni yozdim, 1 kunimga bu chiqib berdi meni o'rnimga. Chiqib berdi. Ona bo'lgandan keyin qizi reanimatsiyada tursa, nimami debdi. Men o'sha qilgan 2 kunlik nimamni yaxshiligini chiqardim. Menga shu yaxshilik qilib o'chirib tashlanglar. Besadajeni yozmaylar, opaga pul to'laymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Men nomerimni yozib oling. 90lik kod. Biz shantachilarga unaqa qo'shilayotgan xotin emas edik. Boshimiz aynalib, o'zi bir marta qo'shildik, balo olib o'qiga qo'shildik. Eng yomoni men bo'lib qolibman. 90lik 900 Sizdan qo'rqmayaptimi? 90 Hech kim xat yozgan yo'q. 24. Faqat menga yozyapti, bunda o'qib olyapman. Nigora ismim. Nigora. Faqat bir kishiga yozyaptilarmi? Menga yozyapti. Meni yerimga ham, siz irodapamdaqa emasdi, irodapam joyida basti javobini qaytaradi. Bo'ldi, keldi, opa telefoningiz keldi. Olapani aytyapsiz? Ha, nima bo'ldi opaga? Bizni yomon ko'rsatibdi-ku o'zi, o'sha hammaga ta'zim o'tkazadi. Ham pensiyaga chiqqan, ham ishlayapti mana. Pensiyaga chiqqan ham ishlayapti. Yo'q, bizda-chi nima deydi, uni ko'chirib olgandi. Nima? Zaps qilib yuribdi. Muxtor seni ham zaps qo'yibdi. Gapingni ham qo'yib beribdi. Nima? Zuhra seni ham gapingni zaps qilib jo'natyapti ekan. Qayerga jo'natyapti ekan? Ularga biz tashlab beryapmiz ekanda. Biz zapsni ham bilmaymiz. Asli как chaqimchi deydi. O'shaning uchun ular bizni kazyol deyapti. Sotqinlar. Xudolandali bu. Ama mana sherigim ichiga sig'dirolmay ro'zani kunida Nazakatxonga telefon qilib, "Kelinglar aytib beramiz" deb, rahbar ularga aytib berdi-da. Men bekor aytdingiz dedim. Nazakatxon shu ustida bandurishdi. Nimaga Nazakatxon bilan rahbar chaqirasiz? Bir narsa bo'ladi-da endi. Bular ish bu bo'ldi endi desam, vijdoni qabul qilmadi dedi. Voy o'li. Nima bo'lsa endi xudodan desam, hamma endi biz tomonga qarab tosh otyapti. Hozirgachami? Ha, mana. Kazyolda Telefonda SMS o'qiyapsiz, nima o'tsa o'qib, men o'qiyman, men o'chirmaydim. Umuman bir dona SMS'ni o'chirmadim. Nima debdi oxirgisini? Men o'zim olyapman. Nima qilaman? Mana shu fondi, mana shu Lolopomdan kelgan bari SMS, boshdan oxiriga o'qisan. Oxirgisini o'qing. Emas, o'rasi. Oxirgisini o'qing.
Zuhraga ham yolg'on gapiribsiz. Hech kim bilan gaplashadiganlaringni bilib turibman, lekin mayli men kechirdim sizdan, lekin oxiratda gunohi o'zlaringga. Umuman chidamayapman. Qachon qaytasizlar? Biz sanatoriyada Men sizlar uchun o'ldim. Dam olmabsizlarda. Menga tel qilmanglar. Hamma sizda ayb yo'q. Chaqib berganlar uyalsin deyapti. Lekin akangni chaqirib eshitkizib hammangni oldingda ro'zg'orimni buzdilaring. Qana ro'zg'orni buzdiling. Men sizlarga nima yomonlik qiluvdim? Yaxshiyam ertalabdan beri xat ketmaydigan deb ogohlantirdim. Sizlar ishxonani rahbariyati uchun kazol ham emassizlar, sotqin ham emassizlar. Agar shunaqa haqorat qilishgan bo'lsa, mana siz shu отдел kadr ekansiz, chora ko'rishingiz kerak. Bu ayollarning haq-huquqlarini himoya qilishingiz kerak. Chunki bu ayollar kazyollik qiladigan ayollar emas, polvon o'zbegim ayollari mehnatkash. Xafa bo'lmanglar. Buni ham bir ko'rib chiqamiz, iloji bo'lsa qonun doirasida shu sizlarni chekka zonalardik. Va shu safar bir 12 yil deganda shu aynalishga ularni vaqtida jo'natadi aynalishga mana. Mana shu Diyorbek ham aytsin, nazokatxona ham aytsin. Hammalari borgan 2 martadan 3 martadan bordi o'shalar. boradi. Sizlar 12 yilda endi. Ular endi o'zlari o'zlari boryapti. vaqt topib borishdi. Kozyol nimaligini bildingizmi? Yo'qmi? Men sotib berdilar deyapti. Mayli, hammasi yaxshilikka, xudo xolisa. Xafa bo'lmanglar faqat. Xo'p, sizlar kozyol ham emas, sotqin ham emaslar. Xo'p? Meniki ichimda qolib ketaverardi. Men xotin deyish ichida gap bor. Aytib tashlaydi, bo'ldi. To'g'ri qiladi bu xotin. To'g'ri qiladi. Xafa bo'lgan ekan, mana chiqyapti xafagarchiligi. Men Muxtorda aytgani bormoqchi edim. Diyorbek siz bor edingiz-a? Direktor yo'q edi. Bir yoqqa ketgan ekan. O'sha kuni aytib kelaman dedim. Bir ikkita gapim bor edi. O'sha mastirimiz. Ayollar o'roqda, men o'roqni ko'rmaganimga bir necha yillar bo'lib ketdi. Opajon, ketmoningiz-chi? Mana bu yerda mana ketmon turibdi, mehnatkash ketmon. Bo'ldi. Gap yo'q, opajon. Skuterni kim haydaydi, opa? Sizmi? Qachondan beri? 1 yil bo'ldi. Ana opajonimiz bu skuter ishxonadan emas, o'zingizniki. Voy, молодец. Mana opamiz skuterni o'zlari pullariga olib, mana shu yo'l ishlari uchun o'zlari minib ishga qatnab kelyapti ekanlar. Qoyil. Gap yo'q. Uyga qarab ketyapmiz. Mana yo'llar qolgan daryo qismida yururing. Yo'llar qilingan.